Siz bir necha soat dars qilasiz, lekin ertasi kuni uning ko'pi yodingizdan chiqib ketadi. Ammo Yaponiyada o'quvchilar 2000 dan ortiq ierogliflarni yod olib, ularni butun umr eslab qolishadi. Sir nimada? Buni siz ham boshdan kechirgan bo'lsangiz kerak. Butun kechani kitob bilan o'tkazasiz. O'zingizni samarali his qilasiz. Lekin ertasi kuni miyangiz o'chirib yuborish tugmasini bosgandek bo'ladi. Bu dangasalik emas, aqlsizlik ham emas. Bu xotira qanday ishlashining oddiy ko'rinishi. Miyaning odati muhim bo'lib tuyulgan narsalarni saqlab qolish, qolganini esa chiqarib tashlash. Ammo Yaponiyada o'quvchilar maktabni tugatgunlariga qadar minglab kanji belgilarini yodini olishlari shart. Ularni faqat taniy olish emas, balki yozish, talaffuz qilish va turli vaziyatlarda qo'llash ham kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, 2000 dan ortiq mayda jumboqlarni har birida bir nechta ma'noni eslab qolish va yillar o'tsa ham unutmaslik. Savol tug'iladi. Ular buni qanday uddalaydi? Hammadan ko'p dars qilishadimi? Har daqiqada kitobga ko'milib o'tirishadimi? Yo'q. Sir ular shunchaki o'qishda emas, balki miyaga mos keladigan tartibni ushlashda. Bu bir marom zo'riqish emas. Ko'pchilik o'quvchilar o'qish stoliga o'tirganda boshlanadi deb o'ylaydi. Yaponiyada esa tayyorgarlik bundan ancha oldin, hatto uyg'ongan zahoti boshlanishi mumkin. Nega? Chunki miya oddiy tugma emas. Xohlaganda yoqib yuboradigan mashina emas. U go'yo tuproqdek. Agar quruq, suvsiz joyga urug' eksangiz, hech narsa o'sib chiqmaydi. Ammo suv bersangiz, issiqlik va yorug'lik bo'lsa, hammasi ildiz otadi. Demak, yapon o'quvchilari miyasini ertalab qanday sug'oradi? Kitobni ochishdan avval ko'pchiligi tashqariga chiqadi. Maktabga qisqa yurish yoki deraza yonida cho'zilishning o'zi ham yetarli. Quyosh nuri miyaga signal beradi. Uyg'on, endi e'tibor qaratish vaqti. Ilmiy jihatdan aytganda, bu to'g'ri vaqtda kortizolni oshiradi va uyqu ritmini tiklaydi. Natijada ertalabki xotira yanada kuchli bo'ladi. Ba'zilar yengil mashqlar ham qilishadi. Sport zaliga borish shart emas. Qon aylanishini yaxshilash uchun 10 daqiqalik harakatning o'zi yetarli. Tadqiqotlar ko'rsatgandek, shunday mashqlar xotirani 20% kuchaytiradi. Yana bir muhim usul. Yangi narsaga sho'ng'ib ketishdan oldin ular kecha o'rganganlarini tezda eslab chiqishadi. Qayta o'qish yoki rangli qalam bilan chizish emas, balki o'zini sinash, yoddan chiqarib aytish. G'arbda ko'pchilik ko'proq o'qishga, ko'proq ko'rishga, ko'proq qo'shishga urinadi. Yaponiyada esa chiqarishga e'tibor beriladi. Bilimni miyadan qaytarib olish. Bu juda aqlli yondashuv. Kechagi bilim ertalab esga solinishi bilan yangi bilimlar uchun mustahkam asos yaratiladi. Yana bir qiziq narsa, yapon madaniyatida sokin marosimlar qadrlanadi. Masalan, choynasda quyish, stolni tartibga keltirish, boshlashdan oldin chuqur nafas olish. Bunday mayda ko'rinadigan odatlar miyaga shuni aytadi. Bu lahza muhim. Shu muhimlik hissi bilimlarni qisqa xotiradan uzoq xotiraga o'tkazadi. Shunday qilib yaponlarning ertalabki tartibi shoshilish emas, balki yorug'lik, harakat, eslash, tinchlikni uyg'unlashtirish. Shundan keyingina ular jiddiy darsga sho'ng'ishadi. Ko'pchilik talabalar qiladigan xato tushdan keyin o'qishni marafonga aylantirish. Soatlar davomida to'xtamasdan faqat kofe va vahimaga tayanib o'tirish. Yaponiyada esa bunday emas. Ular miyaga qarshi emas, miya bilan birga o'qishadi. Sir esa kuchni aniq bo'laklarga bo'lishdi. Ular 3-4 soatlik uzluksiz o'tirishmaydi, balki diqqatni jamlagan qisqa davrlar bilan ishlashadi. 40 daqiqa diqqat, 10 daqiqa tanaffus. Bu sikl miyamizning tabiiy ritmiga mos keladi. Diqqat eng yuqori cho'qqiga chiqqan payt, keyin esa pasayish. Pasayish vaqtida ular o'zlarini majburlab qiynamaydi. To'xtashadi. Qisqa yurish, cho'zilish yoki shunchaki derazadan qarash. Bu samarasizdek tuyuladi. Lekin aynan shu tanaffus xotirani mustahkamlaydi. Ilmiy izoh ham bor. Siz dars qilgandan keyin tanaffus qilsangiz, gipokampus xotira markazi o'rgangan narsalarni fon rejimida qayta ishlashda davom etadi. Siz dam olyapman deb o'ylaysiz. Aslida miyangiz bilimni tartibga solmoqda. Yapon o'quvchilari bir bobni qayta o'qish o'rniga ma'lumotni muayyan vaqt oralig'ida takrorlashadi. Bu usul spaced repetition, oralatib takrorlash deyiladi. Birinchi kun o'rganish, ikkinchi kun eslash, to'rtinchi kun yana eslash, yettinchi kun yana. Har gal xotirani yanada charxlanadi, go'yo pichoqni qayta o'tkirlagandek. Bir oy oxiriga borib bilim shu qadar chuqur o'rnashadiki, uni unutish deyarli imkonsiz bo'ladi.
Eng qiziq joyi shundaki, bu usul ko'proq vaqt talab qilmaydi. Aksincha, kamroq vaqt sarflanadi. Chunki miyangiz allaqachon e'tibordan chiqargan narsalarni qayta o'qib vaqt yo'qotmaysiz. Yana bir mayda ammo kuchli odat. Tushdan keyin yapon o'quvchilar yog'li, og'ir taomlardan qochishadi. Chunki ular odamni uyquchan qilib qo'yadi. Ovqat odatda yengil bo'ladi, guruch, sabzavot, baliq. Bunday taomlar energiya beradi, lekin qonda shakarni keskin tushirib yubormaydi. Bu juda muhim, chunki diqqat faqat iroda bilan emas, balki biologiya bilan ham bog'liq. Barqaror ong barqaror tanadan keladi. Madaniy odatlar ham yordam beradi. Hatto gavjum sinflarda ham o'quvchilar vaqti bilan kichik hushyorlik mashqlari qilishadi. Chuqur nafas olish, holatni tuzatish, jimlikni sezish. Bunday mikrotanaffuslar diqqatni yangilaydi va aqliy charchashdan saqlaydi. G'arbda ko'pincha to'liqishga qaramay davom etishadi. Yapon o'quvchilari esa bir qadam orqaga chekinib, qayta tiklanishadi va yana charxlangan holda qaytishadi. Shunday qilib, yaponlarning tushdan keyingi tartibi ko'proq qilish haqida emas, balki aqlli qilish haqida. Qisqa diqqatli o'qish, oralatib takrorlash, hushyorlik beradigan ovqat va miyaning buzilishidan oldin uni qayta tiklash. Shu sababli ular kun sayin barqaror o'qishadi va imtihon kuniga kelib bilimlari yo'qolib ketmaydi. Ko'pchilik o'quvchilar uchun kun kitob yopilganda tugaydi. Yaponiyada esa kechqurun ham o'qishning muhim qismidir. Nega? Chunki aynan kechasi miya qaysi bilim qolishi, qaysi biri o'chib ketishini hal qiladi. Yotishdan oldin telefondan cheksiz aylanish o'rniga yapon o'quvchilar tezkor yengil qaytarishni o'qishadi. Kun davomida o'rganganini 10 daqiqa ko'zdan kechiradi. Nega qisqa? Chunki uxlashdan oldin takrorlash miyaga signal beradi. Bu ma'lumot muhim. Kechasi gipokampus, ya'ni miyaning xotira markazi eng oxirgi teginilgan bilimlarni qayta o'ynaydi. Shu tariqa qisqa muddatli xotira uzoq muddatli xotiraga aylanadi. Buni kompyuter fayliga qiyos qiling. Agar save tugmasini bosmasangiz, tizim o'chsa fayl yo'qoladi. Xuddi shunday dars qilib, lekin kechqurun takror qilmasangiz bilim o'chib ketadi. Ilm-fan qayta tasdiqlagan bir haqiqat bor. Chuqur uyqu eng kuchli o'qish siri. Uyquda miya bilimlarni qayta tartiblaydi, keraksizlarni chiqarib tashlaydi, muhimlarni esa mustahkamlaydi. Lekin bu faqat uyquning chuqur bosqichlarida sodir bo'ladi. Shuning uchun yapon o'quvchilar uyqu gigiyenasiga e'tibor berishadi. Chiroqlarni pasaytirish, ekranni yotishdan 1 soat oldin o'chirish, tinch tartib yaratish. Chunki har bir kechki scroll, har bir ortiqcha qahva faqat bitta seriya. Kun bo'yi qilingan bilim yo'qotib yuboradi. Yaponlarning kaizen tamoyili kichik, lekin doimiy o'sish tushdan keyin ham kechqurun ham davom etadi. Ko'pchilik o'quvchilar yotishdan oldin mikro maqsad qo'yishadi. Daftarga bir jumla yozish, bitta kartochkani eslab qolish yoki bir hieroglifni mashq qilish. Bu ko'p miqdor haqida emas, bu marom haqida. Kun qandaydir kichik bo'lsa-da, taraqqiyot bilan tugasa, ertangi kun uchun turtki bo'ladi. Yaponiyada ma degan so'z bor. U oraliq, tanaffus, sokinlik degan. Kechqurun o'quvchilar ko'pincha bir necha daqiqa osoyishtalikni qabul qilishadi. Shoshilmay, shovqinsiz, faqat tinchlikda uyqu oldidan. Bu vaqt behuda ketmaydi. Aksincha, u ongli qo'zg'alishdan tiklanishga o'tishga ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Tana dam olsa, ong eslab qoladi. G'arbda talabalar ko'pincha keskinlik davrida yashashadi. Kechqurun majburlab o'qish, ertalab holdan toygancha uyg'onish, kunduzi lanjlik va yana kechqurun o'qishga qaytish. Ammo yapon talabalar asrlar davomida shakllangan madaniyat va odatlar orqali biz ko'pincha e'tibor bermaydigan haqiqatni bilishgan. Buyuklikni bitta intensiv dars emas, balki kundalik takrorlash maromi yaratadi. Kun sayin qadam kichik takrorlashlar, yengil kechqurunlar, chuqur uyqular, natijada esa faqat yaxshi baholar emas, balki butun umr saqlanadigan bilimdir. Demak, yaponlarning kechqurunni ko'proq ishlash haqida emas, bu biologiyaga mos ishlash haqida. Yengil takrorlash, chuqur uyqu, osoyishta yakun. Keyin esa miyangiz o'zi qolganini qiladi. Chunki sir faqat qanday o'qishda emas, balki kunni qanday tugatishda hamdir. Aslida siz qoyil qoladigan yapon talabalari super qobiliyatli emaslar. Ularning miyasi kattaroq emas, yashirin IQ darajasi yoki sehrli kuchlari ham yo'q. Ular shunchaki maromga ega. Ertalablari shoshilmaydi, balki uyg'onlashadi, tushdan keyin og'ir bo'lmaydi, balki tartiblangan bo'ladi. Kechqurun bekorga ketmaydi, balki mustahkamlanadi. Tun tartibsiz emas, balki tiklovchi bo'ladi. Va bu kichik odatlar birlashganda hayratlanarli natija yuz beradi. Bilim imtihon uchun vaqtincha mehmon bo'lib kelmaydi. U siz bilan yashaydi, sizning bir bo'lagingizga aylanadi.
Shuni o'ylab ko'ring, har safar men ertalabki odam emasman yoki men bularni hech qachon eslab qolmayman degan paytlaringiz agar adashgan bo'lsangiz-chi, balki muammo sizda emas, balki usulda bo'lgandir. Chunki yapon usuli bitta narsani isbotlaydi. Sizga ko'proq soatlar kerak emas, sizga yaxshiroq marom kerak. Mani taklif, ertaga ertalabdan bu tartibning faqat bitta kichik qismidan boshlang. Hamma tizimni birdan mukammal qilish shart emas, faqat bitta qadam. Balki bu 2 daqiqalik harakatdir, balki bir dona kartochkani takrorlashdir, balki bugun ekraningizni yopishdan 30 daqiqa oldin o'chirishingizdir. Bir marta sinab ko'ring, farqni his qiling, keyin marom o'z ishini qiladi. Ishonchim komil, hech bir qo'shimcha, hech bir ilova, hech bir oxirgi daqiqadagi tayyorgarlik bu tartib beradigan tiniqlik va diqqatga yaqinlasha olmaydi. Bu sodda, insoniy va samarali. Agar bu video sizda ilhom uyg'otgan bo'lsa, shunchaki shu yerda qoldirmang. Biz bilan bu yo'lda yuring. Obuna bo'ling, qiynalayotgan do'stingiz bilan ulashing, birgalikda o'qish usullarini qayta quraylik. Chunki kelajak ko'proq o'qiganlarga emas, balki aqlliroq o'qiganlarga tegishli va bu siz bo'lishingiz mumkin. Boshlanishi esa bugun kechadan. Xayr, salomat bo'ling.